Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. O'g'irlangan g'alba sharaflik bo'lmaydi. Men g'albini har qanday saxtpazlik vositalarining yordami bilan emas, balki ochiq oshkora qo'lga keltirishim kerak. Mana bu mashhur imperator Iskandar Zulqarnaynning o'z qaysarligi va jasoratini namoyon qiladigan so'zi. U o'zining ana shunday qaysarligi, aql parosti bilan qo'shin tortib uzoq yil sharqqa yurish qilish jarayonida nurg'un strategik janglarni qilib, bir qadar qisqa vaqt ichida Yevropa, Osiyo, Afrikadan iborat cho'ng qit'ani to'g'risiga kesib o'tadigan zo'r bir imperiyani qurib chiqqan. Iskandar Zulqarnayn nihoyat jafoliq sharoitda askarlar bilan hamdamda bo'lib birlikda jang qilgan va o'z askarlariga mening badallarimda hech bo'lmasa oldi tarafimda yaralanmagan yer yo'q. Mayli yaqin orliq yoki uzun orliqdan bo'lsin, mening badanimda iz qoldirmagan birmi qurol yo'q. Elish jarayonida dushmanning qilichlarini tekkan. Qancha o'qya o'qlarining zarbasiga uchraganligimni bilmayman. Kaltaklanish va toshlarning zarbasiga uchrashishimmi hisobsiz bo'ldi. Bularning hammasi sizlar uchun, sizlarning shon sharafinglar va boyliqinglar uchun edi. Men sizlarni boshlab g'oliblarcha qiyofatda quruqliklar, dengiz okeanlar, daryo eqillari, tog' tizminlari, tuzlanliklarni birla bosdim. Nurg'un g'albalarni qo'lga keltirdim. Sizlarning har biringlar mening tuqqanim degan edi. U nurg'un janglarda g'alaba qilib, har qaysi joylarda o'z nomi bilan atalgan yangi shaharlarni barpo qildi. Shundaqla uning qoldirgan izlari insoniyat tarixining zo'r taraqqiyotlarini qo'lga keltirdi. Afsus, u uzoq yashay olmadi. Bir umr jafo mushaqqati jang qilib, oxirida g'alba mevsini amdi tetishiga hayotidan ayrildi. Xo'sh, radio anglag'uchi do'stlar, biz bugun sizlarga ulug' imperator Iskandar Zulqarnaynning hayotiy faoliyatining davomini so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Iskandar o'zining bu 2 yildan bo'yonqi ko'rgan bilganlariga asosan Fusamunning qarashlarini yoqladi. Osiyo madaniyati nurg'un jihatlarda Yunan madaniyatidan qelishmayli qolmasdan, balki uningdan eshib ketdi. Osiyoda tarbiyalangan kishilar adablik va madaniy, salobatlik har qanday Yevropalik olimidan qilishmaydi. Osiyoning xotin qizlari alsaq, Darius 3-ning xotini va 2 qizi tutqun bo'lsa-mu, lekin ular o'zlarini cho'ngmi tutmadi, tovanmi ko'rmadi. Hatto pok va oliyjanob qaddi qomati intoyin kelishgan Iskandarmi buningdan hamisha ta'sirlanadi. Yana Teri shahri va G'azo shahrini qo'g'digan erlar, qeyrilar, xotin qizlar va bolalarni o'ylab boqayli. Ulardan nadimi qullarcha bosh egich bo'lsin. Ularning jangovar ruhi har qanday bir Yevropalik boturdan qilishmaydi. Iskandar Misrlik faylasufning nuqtai nazarini samimiylik bilan qabul qildi. U shuni tushundiki, uning kelgusidagi ishlarda e'tiqod va erk qatorliqlarga doir nurg'un sezgur masalalarga duch kelishi mumkin. U bir xil yangi nuqtai nazar tiklash orqali kelgusi zo'r imperiyaning birligini ilgari suradigan harakatlantirgich kuch qilishi. Har qaysi mamlakatlarning munosabatini tirishib yaxshi bir taraf qilish kerak. Shunday qilganda ondan imperiyani abadiy amonlikqa erishtirgili bo'ladi. Qurol kuchiga tayonganda uzoq muddatli tinchlikni davomlashtirg'ili bo'lmaydi. Iskandarning bu yurishining unumi haqiqatan zo'r edi. U qo'l ostidagilar bilan Siva bo'stonligida 2 oyga yaqin dam olgandan keyin ondan qaytib mandi. Bu qitim u qumliqdan o'tib Nil daryosi deltasidagi Mingfesga bevosita yetib borg'ili bo'ladigan yaqinroq yo'lni tanladi. Bu qitim Makedoniyaliklar to'liq tayyorlik qilib 150 to'ga 320 pil, necha 10 pil ko'ndirgichi hozirladi. Ularning mo'rillarida qoplarga qochilangan suv, tuz, bolka, yal-yemish va yuk-taq chidirlar bor edi. To'liq ideyaviy moddiy tayyorlik bo'lg'achqa bu qitimki qumliqdan o'tish harakati bir xo'shal qumliq sayohatiga aylandi. Billamangan olimlar yashash uchun g'am yemaydigan bo'ldi. Ular borgan yerda avrishga yig'ib, xohlagan chaqda ilmiy tadqiqotlarni qanot yaydirdi. Iskandarning bu qitimki uzun safari Yunanliklar va butkul Yevropa dunyosiga
yep-yangi va intayin mo'l bo'lgan bir hayvonot dunyosini ochib berdi. Bu yerda jang pillari, maymunlar, zirabilar, karkidonlar, xilma-xil yilonlar, uningdan boshqa yevropaliklar anglab boqmagan yangi daraxt turlari, banan, xurmo, anjur, cho'ng apelsin, yo'g'mash chatqal, so'gatgul, bambuk qatorliqlarmi bor edi. Bu xilma-xil hayvonot, o'simliklar, mineral moddalar avrishkinlarini Iskandar maxsus odamlar orqali Yunondagi ustozi Aristotelga olib berib, uning tadqiqot va maxsus asar yozishi uchun mo'l ham material bilan ta'minladi. Iskandar Memfis shahriga qaytib berib, amaldorlik kiyimlarini kiyishgan qalamdor, alamdor vazirlarning tizlanib qarshi elishiga erishdi. Uningga dastlab bu intayin kulkili ko'rinib, podshohni mushundoq hurmatlash qoidasini yoqtirib qoldi. Agar yenidagi generallar uningga ilgargidek 100 tarani so'zlasa, ko'nglida ancha yoqtirmaydigan bo'ldi. Chunki hozir u yolg'iz Makedoniyaning podshohi emas, butkul Yunonning ittifoq boshlig'i emas, balki Persiya imperiyasining podshohi edi. Persiyaga yurish urushi yana boshlandi. Kang orqa sapni muqimlashtirish uchun Iskandar butkul Misrni ikki o'lkaga ayirib, 2 nafar misrlik amaldor orqali boshqarmoqchi bo'ldi. Misr poytaxtini Memfisga qo'g'dash qo'shini qoldirib, piyoda askarlar generali Fantariyanni turishlik qism qo'mondoni qildi. Buningdan ilgari u yana Liviya noibi va arab rayonlarining noiblarini belgilagan edi. Milodiydan ilgarki 331-yil bahorda dam oldirilib radga selingan va to'liqlangan Makedoniya armiyasi, ya'ni yangi bo'lgan Iroqlarga yurishini boshladi. Iskandar zo'r qo'shinni boshlab Memfisdan chiqib, qurilayotgan Iskandariya shahridan o'tdi. Bu dengiz sohilidagi shahar bu chaqda dastlabki ko'lamga ega bo'lgan. Dengiz yoqasidagi joyga port va dok yostib Shahar atrofiga nurg'un xurma daraxtlari tikilgan. O'zimzorliqlari echilgan. Bu ilgarki Qaqas dengiz sohiliga tamoman o'xshamaydi. Qo'shinlar Nil daryosidan o'tdi. Qadimiy yo'llar orqali Sinay yerim oralidan o'tib Fenikinga kirdi. Iskandar xishkesaklar dovisiga aylangan Teri shahrini ko'rganda intayin azoblandi. O'zining qarshilik ko'rsatganligiga o'chmanlik qilib, odatdan tashqari shafqatsizlarcha bostirish tadbirini qo'llanganligiga sal pushaymonmi qildi. Chunki bir tarixiy mashhur shaharni u o'z qo'li bilan vayron qilgan edi. Shunga u yerlik amaldorlarga butun kuchini aymay Teri shahrini qaytadan qurib chiqishni buyurdi. O'zi bo'lsa shahardagi birdan-bir saqlanib qolgan Heraklis ilohiy tilovatxonasiga kelib nazar berib, uning arvohidan o'zining sharqqa yurish ulug'vor ishiga panoh bo'lishni tiladi. Bu ish tugagandan keyin zo'r qo'shin yana dag'dug'i bilan yo'lga chiqdi. Ular Falastin, Suriya orqali mengib, Efrat daryosidan o'tib Mesopotamiyaga kirdi. Kaynidilla, ya'ni Teger daryosidan o'tib Gavgamila tuzlanligida allburun mushu yerda kutib turayotgan Darius 3-ning Persiya armiyasi bilan uchrashdi. Darius 3 Isos jang maydonidan qochgandan keyin Iskandarga 2 qatim maktub yozib, sulh talab qilgan. Onasi bilan xotinini qaytarib olish uchun hatto o'zining go'zal qizlarini Iskandarga xotinlik bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Iskandar uning talablarini rad qilgan. Iskandar zodi nima qilmoqchi? U Dariusning xotinini qizlar bilan qo'shib ilgilib olmoqchimi? Urush qalaymaqonchiligida qochib borgan navkarlar og'zidan Darius tuqqanlarning dushman qo'lida hech qanday adabsizlikka uchramaganligini, balki sog'lom, xo'shal yashayotganligini angladi. Darius avval talaylik ekanligini his qilgan bo'lsa-mu, keyin o'z dushmani Iskandarning nazar doirasi tor, rohat farog'atini o'ylaydigan yosh podshoh emasligini, uning ko'nglida hargiz unutilmaydigan bir maqsad borligini, u bo'lsa-mu Persiya imperiyasini ag'dirib tashlab, Dariusning huquqini tortib olish ekanligini bildi. Bu masalani kallasidan o'tkazgandan keyin butun mamlakatga tezlikda zo'r qo'shin yig'ib, Mesopotamiya tuzlanligiga keladiganlik haqida umumiy e'lon chiqardi. Ancha uzun bo'lmagan vaqt ichida Darius 1 million askar yig'di. Buning ichida otliq askarlar 40 ming, jang pili 20 edi. Jang harvallariga o'tkir aygri pichoqlar o'rnatilgan. Persiya otliq askarlari Makedoniya otliq askarlariga taqlid qilib, qisqaroq nayzlarni uzun nayzlarga almashtirdi. Ilgirki jang tajribalari bo'yicha uzun nayzlarni takror ishlatishga bo'ladi. Qisqa nayzlarni atgandan keyin dushmanni o'ltiradigan qurol yo'q bo'ladi. Bu har millatdan tashkillangan kelansiz qo'shin bo'lib,
Bakteriya naibi Bosas qo'mondonligidagi bakteriyaliklar va hindilarning birlashma qo'shuni, Suriyaliklardan tashkillangan otliq o'qyachilar, Aruybalar qo'shuni, Midiyliklar qo'shuni, Qizil dengiz rayonidagi har millatdan tashkillangan qo'shin, Babilon qo'shuni, Armeniya qo'shuni, Kappadokiya qo'shuni qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Butkul otliq askarlar qo'shiniga general Filatofnes qo'mondonlik qiladi. Piyoda askarlarga joylardan avatilgan generallar qo'mondonlik qiladi. Darius 3 shuncha zo'r qo'shinidan ko'nglida intayin rozi edi. U Isos jangidagidek 1000 chaqirim yiroqlikdan dushmanni izlab hal qilg'uch jang qilmay, balki kutib turib, holsizlangan dushmanga zarba berish, Iskandarning o'z ishkiga kelishini kutib turishni qaror qilgan edi. Bunda qilganda qo'shinning intizomi bo'shishib, jangovarligi tövallab, dastlabdila passivlik bilan urush o'rniga tushib qoladiganligini texi bilmaydi. Makedoniya qo'shinlari Efra daryosidan o'tgandan keyin ba'zilar Iskandarga dunyodagi eng mashhur shaharlardan biri bo'lgan Babilonga yurish qilib, uning manzarasini ko'rib beqishni taklif qildi. Iskandar bunday qilganda qo'shinlarning irodasi bo'shib ketishidan ansirab, bu taklifni qabul qilmadi. Efrat daryosidan o'tgandan keyingi bir kech qurulliqi, kecha osmonda oyning butun tutilish hodisi yuz berdi. Ba'zi xurafiy askarlar darhol parishon bo'lib, qurollarni tashlab, orqa safga qochdi. Iskandar oy ilohiga nazar qilgandan keyin qochgan askarlarni tutib kelishga buyurib, uning ichidagi boshlamchilik bilan qochgan 10 necha askarga o'lim jazosi berdi. Iskandarning o'z askarlariga nisbatan jang maydoni intizomini ijro qilishi ilojsizlikdan bo'lsa-mu, lekin u bu urushga nisbatan birdamlik qizg'inlik pozitsiyasini tutadigan nurg'un ofitserlarda uzunga so'zilgan qattiq urushdan bezor bo'lish tuyg'usini paydo qildi. Ular Iskandarning qo'l ostida urushdan boshqa tanlash yo'li yo'qligini ko'rib, ularning istilo qilgan urushida bulangchilik qilib beymoqchi bo'lgan aslidagi xiyollari barbod bo'ldi. Ammo bundaq markazdan qechish xohishi Iskandarga nisbatan xavf shakllantirolmaydi. Makedoniya armiyasi yanada dunyodagi eng jangi mahir qo'shin edi. Qo'shin biroz dam olgandan keyin tong otdi. Iskandar oldingi qarovulning doklatidan tuzlanlikda Persiya otliq askarlarining bayqalganligidan xabar topdi. Iskandar butun qo'shinlarga jangovar saf bo'yicha ilgirlash, Feytalus otliq askarlari o'tir atritining oldingi saf bo'lishini buyurdi. Ko'p o'tmay Darius 3-ning qo'shinlari qora quru ko'rinishga boshladi. Cho'ng jang boshlanish oldida Iskandar yig'in echib, qo'l ostidagi generallarga hayajon ichida mundaq dedi: "Generallar, Darius oldimizda turibdi. Bu qitim uni qochirib o'tishga bo'lmaydi. Bu qitimga hal qilg'uch jangning ahamiyati bak zo'r. U bir qism rayonlarning, hatto bir davlatning taqdirini emas, balki Osiyoning hukmronlik huquqi masalasini hal qiladi. Hozir Osiyoning taqdiri sizlarning qo'lingizda." Gerçi biz aran 50 ming odam, dushman million kishilik armiya bo'lsa-mu, lekin Isos jang shuni isbotladiki, g'alaba harbiy qo'shinning oz ko'pligiga bog'liq emas, balki askarlarning boturligi, qaysarligi va qo'mondonning to'g'ri yetakchiligiga bog'liq. Shunga biz bu bir to'p alqoplarni yengishga to'liq ishonchimiz bor. Yig'indan tarqalgandan keyin kechkiray deb qoldi. Iskandar qo'shinlarni bargoh tiklab ta'minlashga, urushni ahd qilishga buyurdi. Peshqadam general Paminio dushmanga kechisi tuyuqsiz hujum qilib, hayvisini urishni taklif qilib edi. Iskandar uning taklifini qabul qilmay, uniga o'zi mas'ul bo'lgan so'l qanotga yaxshi qo'mondonlik qilish, yengillik bilan harakat qilmaslikni aytdi. Paminio Iskandar bilan talashmayla, noiloj chidirdan chiqib, udul tuzlanlikdagi xuddi osmonga to'lgan yulduzlardek yenayotgan gulxonlarga nazar soldi. Dushman bargohidan anglayotgan xuddi dengiz to'lqinidek shavqin ovozini anglab, atki qalbiga gumon bilan qaradi. Shundaqla Iskandarning kojliqini tushunmadi. Iskandarning jangi tutgan pozitsiyasining aksicha, Darius 3 dastlabki kuni oqshimi Makedoniya armiyasining paydo bo'lganligini bilgandan keyin bakmo jiddiylashib ketdi. U qo'shinlarga dam olmaslik, saf vaziyatini yaxshilab, to'liq qurollangan holda bir kech turishni buyurdi. Persiya qo'shinlaridagi askarlar Iskandarning xuddi osmon ilohidek botur va jangi mahir ekanligi, necha 10 ming kishilik armiyasi orqali Persiyaning 600 ming kishilik zo'r qo'shinini mag'lub qilib, podshohning oil tavobatlarini asirga olganligidan allaqachon xabardor edi. Darius 3-ning jang qilishning oldingi kechisidagi bakmi jiddiy o'rinlashtirishi
ularning gumoni va badanidagi charchashni texmi oshiribdi. Darius butkul Persiya armiyasi sepining dal o'ttirisida edi. Uni qo'g'dayotganlar uzun nayzliklar bo'lib, yanidagi hindi qo'shinlari va Matipa o'qiyotchilari edi. Kaynida Babilonliklar va Qizil dengiz rayonidagi har qaysi arab qabilalaridan tashkillangan qo'shinlar turibdi. Sol qanotga o'rinlashtirilgani Tovan Suriya, Mesopotamiya qo'shinlari va Midiya qo'shinlari edi. Bu qo'shinlarning odam soni ko'p bo'lsa-mu, lekin jangovarligi cheklik. Bu qo'shinlarning oldiga Dariusning o'rinlashtirgani Sekif otliq askarlari va pichoqchaqliq jang harbilari edi. O'ng qanotga u kuchlik hindi qo'shinlarini o'rinlashtirdi. Bu qo'shinning jangovarligi yuqori, odam kuchimi oz emas. Dushmanga udildan hujum qilish bilan qolmasdan, balki yana dushman sepining yon orqa tarafini aylanib o'talaydi. Iskandarning sap o'rinlashtirishi dushmanning sap shakli bo'yicha bo'ldi. Agruyan qo'shinini birinchi sapga qo'yib, dushmanning 200 jang harvisiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Lesmak bu vazifani boturlik bilan qabul qildi. Dushmanning eg'ir qurolliq askarlarining so'l qanotiga taqobil turish uchun Kristos qo'mondonligidagi otliq askarlarni o'ng qanot qildi. Uning kaynidikisi eg'ir qurolliq piyoda askarlar va Ptolmeyning bir tutash qo'mondonligidagi fidoilar edi. Makedoniya to'rtchasi sepini Iskandar bevosita egildi. Uning so'l qanotidagi zo'r qo'shinga yanada Paminio qo'mondonlik qiladi. Buning ichida Sesari otliq askarlari, o'qiyotchilar va yenik otliq askarlar bor edi. Kelangsiz Persiya qo'shinlarining qo'rshoviga tushib qolishdan saqlanish uchun Iskandar kayniga yana bir qo'shin o'rinlashtirib, ularni ikkinchi sap askariy kuchi sifatida aylanib kelgan dushmanni qo'rshashga mas'ul qildi. Butkul to'rtchasi sapning orqa tarafining bexatarligiga general Sellog mas'ul bo'ldi. Darius ustiga qizil jang to'ni kiygan edi. U jang harvisida o'ri turadi. Bu chaqda u o'z udildagi makedoniyaliklar o'ng qanotining o'ng tarafga siljiyotganligini bayqab, o'zining so'l qanotiga tezlikda dushmanning o'ng qanotining sirtiga yeyilib, qo'rshav vaziyatini shakllantirishga buyurdi. Iskandar dushmanga o'zgarishga qaramay, Kiritosni yanada o'ng tarafga kengayishga buyurdi. Jang tezlikda shu tarafdan boshlandi. O'rta Osiyodan kelgan Sekif qo'shinlari botur, jangi mohir, odam soni ko'p bo'lib, otliq askarlari va jang otlarining hammasiga qalqon saplangan. Shunga bu oldingi qarovullik jangida Iskandarning otliq askarlari o'ngsizlikka uchrab, o'lgan yaralanganlar ko'p bo'ldi. Dushman oldin qismining yengilganligini ko'rgan Darius qo'shanligida chaqliq jang harbilarini harakatlantirishga buyurdi. Shuning bilan necha yuz jang harbilari dushman sepiga qarab g'azab bilan otlandi. Ularni kutib olgani gavdalik Agruyan boturlari. Ular jang harvillarining etilib kelayotganligini ko'rib, qilchi qalaymaqallashmay, avval o'qya etib zarba berdi. Eng oldidagi otga o'q tegib yiqilish bilan kaynida kelayotgan jang harvillaridagi askar ot tizginini tortolmay, ikki harva bir yerga kaplashib qoldi. Agruyanlar fursatdan foydalanib, etilib berib, jang harvisining tizginini kesibdi. Aloqazodi bo'lgan jang harvisidagi askarlarni jang harvisidan tortib tushirib, pichoq palti bilan chepishga boshladi. Qo'rqib ketgan kaynidagi jang harvillari o'rilibli kayniga qarab qochib, bir talay Persiya qo'shinlarining sepiga urilib qalaymaqallashtirib etdi. Makedoniya qo'shinlarining to'rtchasi sepiga etilib kirgan oz sondagi jang harvillarimi rolini joriy qildira olmadi. Chunki tayyorlanib turgan jangchilar yo'l echib berib, ularni sap kayniga o'tkazib etgan edi. Ikkinchi sapdagi piyoda qismlar ularning adibini berdi. Bu 200 jang harvisi aslida Dariusning maxfiy quroli edi. Bo'sib kirish kuchi intayin zo'r bo'lgan bu jang harbilarini ishlatish uchun Darius askarlariga buyurib, jang maydonidagi to'pi dovullarni baldurla oldirib tuzlab etgan. Lekin Darius bu jang harbisi askarlariga to'liq vaqt berish orqali mashq qildirib, harbi haydash texnikasini pishiq egilatmagan. Natijada jang maydoniga borgan cho'ng jang harbisi kelangsizlashib, tayyorlikda turgan dushman oldida intayin ojiz bilinib, bir zarbigimi yormadi. Darius jang harvillari qo'shinining yengilganligini ko'rib, yana so'l qanotdagi otliq askarlarga Makedoniya qo'shinining o'ng qanoti orqali dushman orqa sepini tezlikda aylanib o'tib, hal qilg'uch xarakterlik qamal shakllantirishni buyurdi. Iskandar aylanib o'tmoqchi bo'lgan dushmanlarga to'sib zarba berishga darhol otliq qo'shin avatdi. O'zi bo'lsa, xuddi Polat istehkamga o'xshaydigan to'rtchasi sapni boshlab asta ilg'irladi. Dal shu chaqda erish tez bo'lgan jang fursati borliqqa keldi.
Ko'p qism Persiya otliq askarlari Makedoniya qo'shinining o'ng qanotini aylanib ketgachga, markaz bilan so'l qanot o'ttirisida bo'shliq paydo bo'lib, ro'shan bir yo'chiq hosil bo'ldi. Iskandar birdamda shakllangan bu jang fursatini darhol tutib, otliq askarlar fidoyilari bilan Chas sap piyoda qismlarini shu yo'chiqqa bo'sib kirishga buyurdi. O'zi bu qo'shinga bevosita qo'mondonlik qilib, tez suratda dushmanga yetildi. Makedoniya otliq askarlari yuqori ovozda hurra to'lab, xuddi bir qo'zuqdek bo'sish eg'iziga qistirilib, birdamda nayzivozlik qaynimini shakllantirdi. Iskandar hammasining oldida yurib, Persiya qo'shini ichini dastlab chaylab, qo'lidagi nayzini dushmanlarning yuzlariga sanjidi. To'rtchasi sap otliq askarlarning kaynidilli yetishib berib, xuddi kirp tikanlardek quyuq nayzlar bilan Persiya askarlariga sanjib, orqama-orqa kayniga chekindiribdi. Bu g'oyat zo'r hayva va dag'dug'a Dariusni qo'rqitibdi. U yana bir qitim o'z muhofizatchilari va generallarini tashlab, otni kayniga burabli qochdi. Persiya armiyasining markazidagi qo'shini birdilla qalaymaqonlashdi. Iskandar qo'shinlarini boshlab, kaynidan qo'g'lab zarba berib, qechiyotgan Persiyaliklarni to'xtovsiz chapdi. Makedoniya armiyasining o'ng qanotidagi otliq askarlar uda bir necha qitimliq ataki orqali mag'lubiyat vaziyatini asta-asta o'zgartib, Makedoniya armiyasining orqa sepini aylanib o'tmoqchi bo'lgan Persiya qo'shinlarini chekindiribdi. Darius 3-chi qochgan bo'lsa-mu, lekin bu xabar millionlagan kishilar elishayotgan jang maydoniga darhol tarqalib ketmadi. Makedoniya qo'shini o'ng qanotining markazidagi qo'shiniga tuyuqsiz zarba berishi bilan so'l qanot nisbiy holda kaynida qilib, bu mukammal sap vaziyatidami bir yo'chiq paydo bo'ldi. Persiya markaziy to'rtchasi sepining o'ng qanotini qo'g'dashni ustiga olgan Hindi otliq askarlari fursatdan foydalanib dushman sepiga bo'sib kirib, Makedoniya armiyasining orqa sap ta'minot qo'shiniga yopirilib bordi. Makedoniya armiyasining so'l qanoti bilan orqa sepi mislsiz turda qalaymaqonlashib ketdi. Agar bu chaqda Darius jang maydonida qo'mondonlik qilgan va jang fursatini tutib, texnik ko'p askariy kuch avatish orqali Hindi qo'shinlariga kuchlik yordam bergan bo'lsa, butkul jangda Persiya qo'shinlariga foydali bo'lgan tub xarakterlik o'zgarish yuz bergan bo'ladi. Afsuski, Persiya qo'shinlarini boshlab qechib, har qaysi o'zi uchun jang qilishdek passiv ahvolga tushib qoldi. Iskandar aslida qo'shinlarning orqa sepiga o'rlashtirgan to'rtchasi sapga Hindi otliq askarlarining to'solg'usiz bostirib kelayotganligini ko'rib, darhol kayniga burilib, kaynidagi bu otliq askarlarga hujum qildi. Hindi otliq askarlari tuyuqsiz ikki tarafdan zarbaga duch kelsa-mu, lekin yanada jangni davomlashtirdi. Ikki tarafda o'lim yetim ig'ir bo'ldi. Bu chaqda Persiya armiyasining eng o'ng qanotiga o'rlashtirilgan qo'shinlar o'z qo'mondonining jangdan qochib ketganligini bilmay, shundaqla markaziy sapning bo'sib etilganligini uqmay, yanada boturlik bilan jang qilyotdi. Ularning bir yo'ldagisi Makedoniya armiyasining so'l qanotidan aylanib o'tib, yon tarafdan dushmanga zarba berdi. Yana bir yo'ldagisi uduldan zarba berib, Paminio qo'mondonlik qilayotgan askarlarga ikki tarafdan qistab zarba berdi. Persiya armiyasining markazi va so'l qanotidagi qo'shinlarga qo'g'lab zarba berayotgan Iskandar o'zining so'l qanotining ahvoli xatarlik ekanligidan xabar topgandan keyin qo'g'lab zarba berishni darhol to'xtatib, otliq askarlarini boshlab yordam berishga keldi. Agar bu chaqda Darius 3-chi qo'shin ichida bo'lgan bo'lsa, mushu fursatdan foydalanib mag'lubiyat vaziyatini o'zgartib, chekingan Makedoniya qo'shinlariga zarba berishga tamoman bo'ladi. Endi Persiya otliq askarlari, Persiya to'rtchasi piyoda askarlarining Makedoniyaning so'l qanoti bilan bo'lgan jangi texi jiddiy ilib berilmoqda. Jang maydoni chang to'zon, qirish chepish ovoziga to'ldi. Persiya qo'shinlari bu qisman jang maydonida ustunlik qozongan bo'lsa-mu, lekin dushmanning qaysarlik bilan qarshi turishi ostida ular ustunligini birdilla qalbiga aylantira olmadi. Dal shu chaqda ularning kaynidan hurra ovozlari va xuddi dumboq chilingandek ot tuyoqlarining ovozi keldi. Iskandar kechikkan qo'shinlarni boshlab atakiga o'tgan edi. Natijada butkul jang jarayonidagi eng shiddatli otliq askarlar jangi boshlandi. Ikki taraf otliq askarlari orilishib ketgan edi. Dushman bilan o'zini birdil farqlantirish ta'sidi. Odamlar nayza va o'qya etishga ulgurolmay, kelmas ilgirlashga urinadi. Agar shu chaqda Persiya armiyasidan bir jangovar qo'shin yordamga kelgan bo'lsa, Makedoniya askarlarini zo'r miqdorda o'ldirgan va yaralantirgan bo'ladi. Jiddiy jangda Iskandarning muhofizatchilar qo'shinidagi askarlardan 60 necha odam o'ldi. Bu chaqda Dariusning qechib ketganligi haqidagi xabar Persiya otliq askarlari ichida tarqalib, askarlarning kurash irodasini zo'r darajada tavr qildi.
har qaysi qabila boshliqlari jang maydonidan qochib, amaliy kuchini saqlab qolish eng dono usul deb qaradi-da. Persiya armiyasi butun saf bo'yicha tarmar bo'ldi. Bu tarixlar sizning va bizning turmushimizga o'xshash oddiygina turmushdan putilgan. Biroq bu turmush mangu yodlanadigan obidini tikliyaladi. Radio anglag'uchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ata biz yana o'xshash vaqtda sizlar bilan birga tarix patlaridan, ulug'larimizning hayot kechirmishlaridan davomli bahralanamiz. İşinimizki mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglay bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com toriga chiqib, qayta anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farruh, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Mikrofon oldida Arman Nurjan. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.